Chunki suv omborlarimiz mana Pachkamar, Hisarak degan suv omborlarimizda suv kritik darajada turibdi hozir 0 darajada. Ya'ni bir haftalik suv qolgan xolos. Kirib kelish yo'q. Kutilma ham yaxshi emas bu yil. Kutilma yog'ingarchilik. Ha, yog'ingarchilik kutilmasi ham yaxshi emas. Shundan kelib chiqib, mana bu oziq-ovqat mahsulotlari yaxshi bo'lmasa, 10 ming gektar qancha odam ish bilan ta'minlayotdi masalan. Qancha iqtisodiyotimizga oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazayotdi, qancha yem-qashaq, qancha don mahsulotlari ketadi. Ana shular hozir yo'q. Ekib qo'yganingiz bilan unmasdan qishga kiradi. Yer quruq haddan tashqari. Hozirgi holatda o'zida 5 metr chekinib bo'lgan yer osti suvi. Orqaga qarab. Ya'ni 5 endi masalan siz oldin 10 metr suv yer kavlasangiz suv chiqqan bo'lsa, endi 15 metr kavlasangiz suv chiqmayapti degan aslida. Va o'zi shundoq ham suv yer betiga yaqinroq bo'lmasa, suv yig'ilishi hudud deylik, hududda Qashqadaryo bo'yicha ma'lumot bor. Qashqadaryo bo'yicha ham so'nggi yillarda bu juda ham ko'p G'uzor atroflari, G'uzor tumani atroflari ham bular juda ham ko'p hududlarida yer osti suvlariga, chunki oqar suvlarimiz yaxshi bo'lmayapti va ular mana shu tirikchilik amalga oshirishyapti, lekin suv qochyapti. Mana o'zingizdan misol qilib aytyapsiz. Qashqadaryoda suv 5 metrdan chiqayotgan suv endi 7-8 metr kovlashga to'g'ri kelyapti deyapsiz.